Masalan, meni hayotimni o'zgartirgan va birinchi 1 millionni topishimga eng katta sababchi bo'lgan narsa ham bu bitta hadis bo'ladi. Dubayga kelganman, aytib beraman o'sha, Dubayga kelganman, 7 yildan beri ishlayapmiz, biznes qilyapmiz, 3-4 ta bizneslarimiz bor, kirim yaxshi, daromad yaxshi, lekin yil oxirida qo'lda pul qolmasdi. Yo qanaqadir o'sha yer qanaqadir biznes o'xshamaydi, yoki kimdir aldab ketadi, yoki qanaqadir kutilmagan rasulda chiqib qoladi, yoki yo'si uyda naqsh ketadi. Shunaqangi bo'lib hech bo'lmasdi. Keyin bir kuni uyga ketib turganimda, shu kuni hali ham eslayman, bitta hadis eshitib qolganman. Hadis mazmunini aytib beraman. O'sha Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, har kuni ertalab ikkita farishta osmondan tushadi va ulardan bittasi duo qilar ekan: "Ey Alloh, bugun infoq qilgan odamga o'rnini to'ldirgan va baxillik qilganda o'sha yerda duoibat qilishgan, ozgina esimni so'zini o'sha aytmayman, shu baxillik qilganda endi yaxshi so'z aytishmagan." Bu sahih hadis ekan, Imom Buxoriy Muslim qilgan ekan. O'sha hadis sahlagan imom aytishyaptiki, birodarlar, biz ehson qilamiz. Haftada bir marta, oyda bir marta. Keyin shuni har kuni ozgina bo'lsa ham har kuni qilaylik. Shoyat shu farishtalar duosi ijobat bo'lishiga to'g'ri kelib qolsa-da, Alloh baraka ichida ochib yuborsa. O'sha ta'sir qilgan. O'sha kuni uyga borganman, ozgina korobka chiqib qo'yganman. O'sha korobkada har kuni uydan chiqish tomonda 1 dirham, yarim dirham, qo'limda qancha bo'lsa, arzimagan miqdor tashlab yurardim. Ishoning, 1 yilga qolmasdan, 1 yilda qolmasdan 7 yilda topolmagan pul topganman. Ish o'sha, ish o'zgartirmaganman. Ish o'sha, lekin baraka kirib kelgan. Chunki imom aytganlarida ham ko'p misollar keltirishganda, qolganlar xuddi shu ishni qilganlar ko'pchilik ancha boy bo'lib qolgan ekan. Baraka kirgan. O'shandan keyin kimni ko'rsam faqat shuni tavsiya qilaman. Ko'pchiliklarda ish boshlayapman, nima qilaman desa, birinchi shundan boshlagan. Ehsondan. Ya'ni har kun bu bir oyda bir marta borib turib jumaga chiqqanda berish emas. Har kun uyga sandiq qilib qo'ying. Va chiqishdan O'zbekistonda eng kam summani 1000 so'mmi? 1000 so'mlimi? Shu 1000 so'm hisob yuring. 1000 so'mlik masalan har kuni cho'ntagingizdan ketsa bilinmasa ham kerak, to'g'rimi? Bilinmaydi. Hisob yuring. Ko'payganda tashqariga olib chiqib muhtoj odamga berib yuboring. Bu bilan nima? Birinchidan Allohga isbotlayapsiz, agar Alloh sizga pul bergan bo'lsa, ehson qilishingiz. Keyin 100% Alloh aytgan, bu fakt va'da bergan, ehson qilgan bo'lsa, o'rnini ko'proq qilib qaytaraman degan. Mana marjin ko'p. Marjinga haqiqiysi. Bu bitta menda emas, hammada o'xshagan. O'shaning uchun shu etaplardan boshlasak, keyin harakat qilganimizda o'zi baraka eshik ochib beradi. Baraka eshik ochgandan keyin hech kim yopa olmaydi, ishoning. Shu ishni qilinglar. Ko'rganlarim kim bo'lsa ham qilsin, 1 yildan keyin gaplashamiz. 1 yildan keyin. Xudo xohlasa, Alloh baraka eshik ochib yuboradi.